Assalomu alaykum hurmatli opa-singillarim. Bu videoim faqat ayol va qizlar uchun. Yoshim 28 da, inshaalloh yaqinda 29 ga to'laman. Meni ko'pdan beri kuzatib kelayotganlar bilasizlar, turmush o'rtog'im bilan birgalikda Moskvada musofirchilikdamiz. Oxirgi paytda vaqtni juda ham tez o'tayotgani, zamonni juda ham tez rivojlanib ketayotgani borasida boshqalar bilan emas, o'zim bilan o'zim juda ham tortishuvlarim ko'paygan. Ya'ni hech narsaga uspet qilmayapman, ulgurmayapman, ko'p narsalarni yetishmovchiligi deb o'ylab, bundan tashqari turmush o'rtog'im bilan o'rtamizda ko'p janjallar, tortishuvlar o'yladim va men o'zimni isloh qilishim kerakligini tushunib yetdim. O'zimni bugundan boshlab, ertadan emas, bugundan boshlab yangitdan kashf qilmoqchiman. O'zimni isloh qilib, o'zim ustimda ishlamoqchiman, zararli odatlarimdan voz kechmoqchiman va bu uchun birinchi qadamimni bugun qo'ydim. Meni zararli odatlarimni sanab o'taman. Balki sizlarda ham bo'ladigan bo'lsa, bu videoni chiqarishimdan ham maqsad shu. Birgalikda harakat qilamiz, birgalikda o'zimizni yangitdan kashf qilamiz. Xohlovchilar bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zimni oldimga 10 kunlik srok qo'ydim. Xudo xolasa, mana shu 10 kunlik srokni yaxshi natija bilan yopamiz. Sizlar bilan birgalikda, agar xohlovchilar bo'lsa, vaqtida uxlash, ertalab erta uyg'onib, agar musulmon inson bo'ladigan bo'lsak, bir kunda 5 mahal Allohning oldida imtihonimizni chiroyli qilib to'la-to'kis ado etish, telefondan uzoqlashish, kitob o'qish. Bu borasida Moskvadagilar bilasizlar, men Valbersdan o'zim uchun kitoblarni ham zakaz qilib qo'ydim. Qanchalik to'g'ri kitob tanladim yoki yo'q bilmayman, lekin qalbim shu kitobni tanlashimni buyurdi. Bundan tashqari men gazli ichimliklar ichaman. Hozirdan boshlab bu narsani tashadim. Allohdan so'ramoqchiman, Xudo xolasa o'zimni albatta to'g'ri yo'lga, to'g'ri ramkaga sola olaman deb o'ylayman. Bu videoni chiqarishimdan maqsad, menga o'xshagan agar opa-singillarim bo'lsa, obuna bo'lib, men bilan birgalikda agar nima deydi, harakat qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Xudo xolasa 10 kunlik natijani sizlar bilan birga bo'lishamiz. Aytib o'tganimdek, bugun birinchi kun, Xudo xolasa. Albatta, men o'zimni oldimga qo'ygan maqsadimga erishaman. Bu videoim kimlar uchundir juda ham bir kulgili yoki g'alati tuyulishi mumkin, lekin menga o'xshagan insonlar ham bor deb o'ylayman. Oxirgi paytda umuman hayotdan, o'zidan, vaqtdan, hamma narsadan noliydigan, o'ylaymanki, vaqtda yoki zamonda emas, hamma ayb ham bo'lmaydi endi. Ayb hamma narsa o'zimizda, avvalo o'zimizni to'g'ri yo'lga solishimiz kerak deb o'yladim. Men bilan birga bo'lmoqchi bo'lgan opa-singillarim, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Birgalikda 10 kunni Xudo xolasa chiroyli yengib, yangi nigohlar bilan nima deydi, olamga qaraymiz, Xudo xolasa. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ish qildim, bu videoni joylab yoki men shu narsani olib chiqib bilmayman, lekin agar kimgadir turtki bo'ladigan bo'lsa, men juda ham xursand bo'lardim. Zararli odatlardan bittasi yana biz faqat ko'chadan ovqat sotib olib yeyotgandik. Bugun men ishdan qoldim. Men shu narsani o'ylab, o'zimni to'g'ri ramkaga solish uchun bugundan boshlab uyda ovqat qilmoqchiman. Uydan ovqat yeymiz. Turmush o'rtog'im ikkalamiz. Bu mening rejam, lekin qo'llab-quvvatlashlariga ishonaman. Xulosa shunaqa, men bilan bo'lib, meni poddershka qilmoqchi bo'lgan opa-singillarim, sizlarga katta rahmat. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Negativ yozmoqchi bo'lganlarga ham kommentariy ham ochiq. Bugundan boshlab aytganimdek, hamma narsani ramkaga solaman. O'zimni tarbiyamni ham, hamma o'zining tarbiyasini ko'rsatib ketadi. E'tiboringlar uchun rahmat. 10 kun birgalikda yangi o'zimiz ichimizdagi yangi insonni kashf qilamiz.